Televideniyada ko'p biz lotereyalarni mana hozir ko'ryapmiz, har xil telekanallarda har xil mahsulotlarni ustiga olib qo'yib, bundan buncha olasan, bundan buncha olasan, bunda ichida bir narsasini o'chirsang, Damas yutib olasan yo kvartira yutib olasan deganda tinmasdan shu chiqsa chiqmasa har xil mahsulotlarni sotib olib, o'sha o'yinlarni, lotereyalarni o'ynab yotibsiz. Mayli yutayotganlar ham bordir, lekin sizga ikki dunyoda saodatni va'da qilayotgan Robbingizni va'dalari qayerda qolib ketyapti? Ehsonni mukofoti faqatgina ehson degan oyatchi. Yetimni boshini rahim qilib silasang, men bilan jannatga mana bunday yaqin bo'lasan degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va'dalarichi. Insonlarni berayotgan arzimas va'dalariga uchib, o'sha pullaringizni kerak emas narsalarga sarf qilyapsiz, lekin bular och qolyapti-ku. Bular sizga necha marta murojaat qildi? Bularni taqdirida, bularning muammolarining yechimida sizni ikki dunyoda yutug'ingiz turibdi. Ertaga o'lishimiz aniq. Ana o'sha paytda bularga qilgan muruvvatingiz sizga abadiy yutuqni taqdim qiladi.